Hammaga salyuti, bloger opani singlisi bilan bir kuni. Va nihoyat singlim bilan 1 yil deganda ko'chaga chiqdik. Aylantirgani olib chiqdim. Qayerga borasan desam, ramen yegani boraman dedim. Qoyil qoldim. Boshqa joy yo'q biz taraflarda. Rostini aytsam, hazilsiz, men Shirinchamni juda ham yaxshi ko'raman va nihoyat vaqtim paydo bo'lganidan xursandman. Qayerga borishdan qat'iy nazar, singlim bilan любой joyga boraman, любой joyga boraman. Men uyda tayyorlaydigan ramenim botda zakaz qilib oldi. Hayron qoldim. Chestno, uyda esa bo'lardi. Botda kamera borligini bilmasdan qo'rqib ketgani qaranglar. Shirincha. Ramen tayyorlayotgan paytimda kadrda orqasida seni xursand bo'lib aytdim. Xursand bo'lma, o'zingga ham pishir dedim. Nihoyat biz endi burunduqlarga o'xshab ramenni yeyishga tayyormiz. Albatta, men ramenim o'g'irladi, maza qilib yedim, men unikini yedim. Tushundimki, meniki yaxshiroq, qaytarib berdim. Kimni qo'shganimizdan keyin undan ham mazali bo'ldi. Singlim menikini yemoqchi edi, bera olmadim. Eshitmaganga olib o'zim suvimni ichib o'tirsam, majburligidan o'zini ramenini yeb o'tirdim.